Xitoyning jazo lageridan qutulib chiquvchilarning biri bo'lgan 29 yoshli Uyg'ur qizi Mehrigul Tursun Washingtonda guvohlik berdi. U Xitoyning millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni o'xshash bo'lmagan lagerda tutib turayotganligi, bu yerda kishilarning jismoniy va ruhiy jihatdan qiyin qistoqqa uchraydiganligi haqida to'xtalib, o'zining 4 kun uxlatmay so'roq qilinganligini, chochlarining yulinganligini, kishilarning shaxsiyati va or-nomusini qilchi nazarga ilib qo'ymay, tibbiy tekshirishlarni bishidan o'tkazganligini aytdi. Mehrigul Tursun 3 qatim bundaq lagerga qamalganligini bildirib, bundaq qiyin qistoqqa uchrashdan o'lishni afzal bilatdim. Uning uchun meni o'ltiringlar deb yolvurdim dedi. Xitoy hukumati bu yani kasbiy tarbiyalash markazi deb atamoqda. Mana bu insoniy or-nomuslar oyoq osti qilingan Sharqiy Turkistondagi jazo lagerida ayollarni urib ichiga elib kirayotgan ko'rinishlar. Lagerning ichida nimishlarning bo'layotganligi kishini texmo andishiga solmoqda. Xitoyning Washingtondagi bosh elchisi Sui Tengkey, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va madaniyat osmolasiya jinoyatlariga qarshi Amerikaning Xitoyga embargo yurgizmoqchi bo'lganligi haqida to'xtalib, Daesh bilan jang qilayotgan amerikalik amaldorlarga mu embargo yurgizishni tasavvur qila olamsiz dedi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini Amerikaning Daesh bilan bo'lgan ko'rishiga o'xshatgan Sui Tengkeyga xalqaro jamoatchiligidan norozilik inkaslari kelishga boshladi. Argentinaning poytaxti Buenos Airesda o'tkaziladigan va 2 kun davomlashadigan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini boshlandi. Yig'inga 19 davlat rahbari va 15 ming kishi qatnashdi. Yig'inning navbatchi raisi bo'lgan Argentina prezidenti yig'inga qatnashadigan mehmonlarni Costa Saligo ko'rgazma markazida kutib oldi. Kutib olishdan keyin rahbarlar axborotga yetib qoldi ichilgan adil sijil kelgusi temasidagi yig'inga qatnashdi. Shvetsiyada Xitoy sayohatchilariga qaratilgan ogohlantirish videosi ko'rilish rekordi yaratdi. Hojatxon madaniyatidan nisivisi bo'lmagan Xitoy sayohatchilarining udul kelgan yerga o'ltirib ta'rif qilishi, hatto hojatxonada o'ltirib tomoq yeyishi kuchli norozilik inkaslarini qo'zg'adi. Bu sababdan bu xil qilmishlarning Shvetsiyada cheklanganligi haqida sayohat shirkatlari maxsus Xitoy sayohatchilariga tashviqot varaqi va video ishlab tarqatdi.